Nogironligi bo'lgan farzandlari bor onalar uchun pensiyaga chiqishda qanday imkoniyatlar berilgan? Albatta, bu borada ham nogironlik farzandi bor onalarga bir qancha imtiyozlar berilgan. Xususan, shu fuqarolarni davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonunning 12-moddasi Z bandida ham shu nogiron farzandi bor onalarga ularni 8 yoshgacha tarbiyalagan bo'lsa va kamida 20 yillik stajga ega bo'lganlarida umumiy belgilangan yoshni 5 yilga qisqartirilgan holda yoshga doir pensiyalar tayinlandi. Ya'ni ayollarimiz uchun pensiyaga chiqish yoshi umumiy 60-55 yoshda 20 yil staj bilan tayinlanadigan bo'lsa, nogiron farzandi bo'lganligi sababli ularga 50 yoshdan yoshga doir pensiyalar tayinlanadi. Bundan tashqari nogiron farzandni tarbiyalagan onalarga ish stajlarida ham imtiyozlar belgilangan. Ya'ni aytaylik, o'sha nogiron farzandini tarbiyasi bilan mashg'ul bo'lib ishlashga imkoni bo'lmagan davrlarini mehnat staji tarkibiga qo'shish imkoniyati ham bor. Bunda o'sha ayol kishini, demak, o'zini ish haqi olib ishlagan ish staji 7 yilni tashkil qilishi talabi qo'yiladi. Undan keyingi davrlariga, demak, nogiron farzandga qarab turilgan davrlar ham ish staji sifatida inobatga olinishi mumkin. Ana shu nogironligi bo'lgan farzandiga qarab turgan davrini onalar qanaqa qilib tasdiqlashi mumkin? Qayerdan tasdiqlanadi? Bolalikdan nogironligi bo'lgan onalar, demak, 8 yoshgacha nogironligi belgilanganligini tibbiy ijtimoiy mehnat ekspertiz komissiyalari tomonidan belgilangan tartibda rasmiylashtirilgan nogironlik belgilash to'g'risidagi xulosalar asosida pensiya jamg'armasiga axborot tizimlari orqali yuborilgan ma'lumotlar asosida inobatga olinadi. Demak, 20 yil staji bo'lsa, nogironlik bo'lgan farzandlar onalari 5 yil oldin pensiyaga chiqishi mumkin. 50 yoshdan. Undan kam staji bo'lsa, lekin chiqa olmaydi, to'g'rimi? 50 yoshdan agarda kam staji bo'lgan hollarda, demak, qonun bo'yicha pensiya olish huquqiga ega bo'lmaydi. Lekin 55 yoshga to'lganlarida, ish stajiga ega bo'lmagan hollarida ham inson ijtimoiy himoya markazlari tomonidan ularga nafaqalar tayinlanishi mumkin.